ko'p odam o'zi mazza qilmaydigan ishlarda ishlab yuradi-da, o'zi mazza qilmaydi. Lekin siz mazza qiladigan ishni topish ham o'zi oson emas. O'zi masalan bir narsadan bir sohaga kirish, u sohadan mazza qilib ham pul topish, u hayotda o'zi juda baxtli insonlarga nasib qiladigan narsa. Juda ko'p aksariyat odamlar o'zi yoqtirmaydigan hayotda yashashga majbur bo'ladi. Mana hozirgi aytgan narsalarimni ham sizga javobi bilan bilaman. Nimaga men haftalab ishlayman u narsani? Meni muammoyim bilan hech kimga kerak emasman. Yechimim bilan hammaga kerakman. Men shunaqa shu narsani ham o'ylab chiqqan vaqtimda mana yaxshi ko'rmaydigan odam bir ishga kirdi. Shundan boshqa narsa qo'ldan kelmayapti. Nima qilsin? Nima qilsin desa, yaxshi ko'radigan sohasini hobbi qilsin. Sport zalga chiqsin. Kechqurun zallan kayf qilib uyiga ketsin. Tushunasizmi? Futbolga o'g'lini qo'ysin, o'g'li bilan birga qo'shilib 2 soat futboldan mazza qilsin.